Piyoz yetishtirish loyihasi. Ushbu loyiha Surxondaryo viloyat mikrokredit bank Denobixem hamkorligida Navnihol mahallasida amalga oshirilgan. Ushbu loyiha hududi 12 gektar yer maydoniga piyoz ekilgan. Bu ikkita kontur 96-203 konturlar. Bu hudud hozir 3,5 gektar, yonida yana 8,5 gektar hududga piyoz ekilgan. Hosil may oyiga tayyor bo'lishi kutilmoqda. Hozirda hosilning holati juda yaxshi. Hosil juda yaxshi parvarish qilinib, oziqlantirilgan.